Ramazon bilan Asu jang qilishi mumkinmi? O'zimni fikrimni bildirib o'taman. UFC reytingida hozir Ramazon 7-o'rinda, Asu 5-o'rinda turibdi. Bunday olib qaraydigan bo'lsak, UFC reytingi uchun kurashda Ramazon bilan jang qilish Asuga foydasi yo'q hech qanaqa. Lekin Ramazonga Asu bilan jang qilish foyda keltiradi, chunki reytingda oldinroqqa chiqishi mumkin. Chunki Asu hozir top 5 talikda turibdi. Ana endi bu yerda Ramazon g'alabaga kelyapti. Chempionlikka da'vogar bo'lgan jangchini birinchi raundda yutdi. Va bilasizlar, Pantoja bu jangchi bilan 5 raund urushgan edi. Ana endi Asu hozir oxirgi 3 ta jangida mag'lubiyatga uchramasdan kelyapti va chempionlikka da'vogarman deb turibdi. Hozirgina faqatgina Manuel Kape'dan yutqizgan Asu Almabayev. Shuning uchun hozir Kape endi Pantoja bilan Van qaysi urushadigan bo'lsa, yutadigan bo'lsa, o'sha bilan Kape urushishi mumkin va Asu keyingilikda ochiqda turgan bo'lishi mumkin. Chunki Brandon Royval bor bu yerda, Tatsuro Taira bor. Ikkalasiga Tatsuro Tairaga ham, Brandon Royvalga ham chempionlik kamarini olish uchun ana imkoniyatlar berilgan, yaqinlashtirilgan, lekin ular olish olmadi. Shuning uchun ham boshqa jangchilarga imkoniyat berilishi mumkin. Ya'ni masalan Asu Almabayevga, Ramazonga imkoniyat berilishi mumkin. Bu yerda Kavana bor. Masalan Royval oxirgi jangida Kavanani yuta oldi va ana endi bizga eng yaqin turgan jangchilar bu Kavana, Ramazondan bitta oldin reytingda turibdi va Tatsuro Taira. O'ylaymanki, Tatsuro Taira yoki Kavana ikkalasidan bittasi bilan Ramazon jang qilishi mumkin. Chunki Royval bilan Asu Almabayev nisbatan ularning imkoniyati ko'proq deb o'ylayman, kamarga yaqinroq turishga. Va bu yerda bizga qolyapti Tatsuro Taira va Kavana qoladi. Endi fikrlaringizni kutib qolaman. Qaysi biri bilan jang qilishi mumkin? Men to'g'risi hozirda Asu Almabayev bilan Ramazonni jangida bo'lishi mumkinligida hech qanaqa ma'no ko'rmayapman. Bo'lishi mumkin, biz uchun foyda narsa bo'ladi bu. Ramazonning reytingi uchun, lekin Asu uchun hech qanaqa foyda keltirmaganligi sababli bo'lmasligi mumkin deb o'ylayman.